Mana katyol umuman yonmay qolgan ekan, kelib tekshirsak, konsat berib umuman to'lib ketgan ekan. Dimoxodni ko'tarsak, dimoxoddan ahvoli tutun chiqishga umuman holat qolmabdi. Hozir tozalab, yoqib sizlarga ponni ko'rsatamiz. Yo'lda 100% tozalab dimoxodlarini, mana dimoxodning ichidan mana shuncha qurum chiqqan. Nakit yoqilgandan beri bu hisobda tozalanmagan. Mana tepasidagi chiqayotgan tutun chiqishni boshladi. Haligindan umuman tutun chiqmay qoladi. Dimoxodning yo'li ochilib, sizlarning ham shunaqa holat bo'lsa, dimoxodlarni bir qator tozalab turinglar ora-orada. Videomiz manfaatli bo'lsa, videoga bitta like bosamiz. Yo'lda hozir sinadik, mana kat yo'limizni 90 gradusga qo'ydik, bag'i ham 90 gradusga chiqqanda o'chdi. Kat yo'l uchun hozir dam olyapti. Mana. Kat yo'lda eshigini ochsa, havo kirib yonyapti. Hozir mana kat yo'l dam olyapti. Juda ham chiroyli bo'lib ishlar beryapti. Kat yo'limiz, misol kuz oyida o'rnatilgan bo'lsa, o'sha o'rnatilgandan beri bag'lar tozalanavergan, dimoxod tozalanmagan, dimoxod to'lib, kansa to'lib, suv oqib, hali chang to'lib turib, dimoxod mashikacha to'lgan ko'rgan bo'lsangiz. Sizlarning xonadonlaringizda shunaqa sistema bo'ladigan bo'lsa, bitta dimoxod sistemasiga ham alohida e'tibor berib turasizlar.